Assalomu alaykum Xorazm eksklyuziv obunachilari, aziz yurtdoshlar. Bizani uzoq yaqindan ko'rib, kuzatib borayotgan, musofirda yurgan vatandoshlarimiz, biz Shovot tumanidamiz. Tikuvchi akalarimiz bo'lsa, tikuvchilik qiladigan tadbirkorlarimiz bo'lsa, siz uchun eng kerakli, foydali videorolik bo'ladi degan umiddaman. Shovot tumanida Surajbek do'stimiz tikuv mashinalari do'konini yo'lga qo'ygan ekan. Asosiysi brend, original, yana aqlli tikuv mashinalarini sotuvini yo'lga qo'ygan. Görüp obzor qilib chiqamiz. Undan tashqari tikuvchilikka oid barcha narsalar, aksessuarlar, tikuv mashinalarini zapchastlarini, xullas siz izlagan narsalar hammasi shu yerda jam bo'lgan desam adashmagan bo'laman azizlar. Görüp obzor qilamiz, narxlardan qo'ldan kelgancha donishtirib, birgalikda ko'rib chiqamiz azizlar. Bizani ko'rib kuzatib boravering. Sizlardan bir dona like bo'lsin. Kanalimizda toza olsanız, yangi kuzatuvchi olsanız kanalimizga podpiska bosib qo'yishni unutmang. O'zingiz uchun foydali videolarni ko'rib borasiz. Bizlar siz uchun ijod qilishdan charchamaymiz azizlar. Manzilini hozir ko'rib, tushuntirib o'taman. Yaxshilab ko'rib tushungansizlar. Shovot yo'lida turibman. Bu yon tarafimiz Urganchdan kelaverish yo'li bo'ladi. Shovotga kirib kelaverishda chap qo'lda Pir bozorda joylashgan bo'ladi. Ya'ni shu yerda asl brend tikuv mashinalari, asl brend aksessuarlari do'koni ish boshlagan. Bu bozor toza solingan Pir bozor, ko'pchilik biladi. Bu yon taraf Urganchdan kirib kelaverishda Shovotga kirib chap qo'lda Pir bozorda joylashgan bo'ladi. Yana dalshi o'tsangizdan o'ng qo'lda Jilovdor bo'z ziyoratgohimiz, chap qo'lda Yusuf Hamedaniy ziyoratgohi, ya'ni Ullu Pir ziyoratgohlarini yanında joylashgan bo'ladi azizlar. Bu yon taraf Shovotdan kelaverish qismida shu Ullu Pirdan o'tib o'ng qo'lda asl brend tikuv mashinalari do'koni joylashgan bo'ladi azizlar. Ullu Pirni yanında desak adashmagan bo'lamiz. Topib kelish ansat. Urganchdan kelaverishda Pirga yetmay chap qo'lda Pir bozorda shu yerda asl brend tikuv mashinalari. Kirib ko'rib chiqamiz hozir. Nov narsalardan bor ekan. Nov yangiliklar bo'lib turibdi ekan. Ya, asl brend tikuv mashinalari o'zi bir dona. Asl brend aksessuarlar, hamda tikuv mashinalari, xullas hamma narsa shu yerda jamiljon. Bismillah deb giramiz. Assalomu alaykum. Surajbek, jonlimisiz? Harmang endi. Toza ish faoliyatini boshlabsiz, Shovotlik yurtdoshlarimiz uchun. Qani qo'ldan kelgancha nov yangiliklarni qildingiz. Bir qadar obzorni boshlaymiz endi. Bo'ladi, va. Bu yerda qora mashinalar ham bor bizda. Qadimgidan, ha? Ha, qadimgi avvalgi mashinalarni toza sostenyalar ham bor, robotchi baribir bo'ladi bular. Lekin sosteniyasi toza. Sosteniyasi toza, i garantiya berib sotiladi bu yerda. Tushunarli. Baholarni nom aytish ketalib, yopishtirilgan bahadami? Baho 450, bulardan qaytib beramiz bularni. O'zbek aka, bu avvalgi bahoda edi, bularni qaytib kelishtirib beramiz bularni. 450 ming so'm. 300 ming so'm aytib beramiz. Barchasidan xudo xolasa 200 ming so'm qaytib tashlayveramiz. Yine avvalgi turgan bahosi. Yaxshi baho. 500 ming so'm bo'lsa 300 ming so'm aytib beramiz. Yine. 550 likni 350 aytib beramiz. Ishqilib 200 ming so'm qaytib beraveramiz. Avo, kami ko'pi bilan 200 ming so'm dalashib beraverasiz. Avo, xudo xolasa. Keyin paravyutiklar bor, keyin kitayskiy avvalgi avirloklar bor. Bu avirloklar yana bu chetli variant bo'ladi. Bu ranglari har xil assortiment etib ekkanlik. Qora, ko'k, avval o'zi to'lqa ko'k bo'lar edi, hozir qizil, oq, birovlar qizili yoqadi, oqi yoqadi, oranji har xil bor. 800 ming so'mdan ekan bu. 800 ming so'mdan qo'llangancha buni ham qaytib kelishtirib beramiz. Yaxshi. Qadimgidan boshladik. Endi bu yerdan astana zamonaviy o'taveramiz. Avval. Bu yerda utiklar bor. Bular domashniy utik. Bu domashniy utik degandan tikuvchi apkalarimiz ishlatsa bo'ladigan narsa bemalol. Bularga bemalol 1 yil garantiya beriladi. Chisti zavod narsa. Bu ya'ni arzon variantlari bo'ladi buni. 100 ming so'm, 120 ming so'mlik narsalar emas bular. Bularning baholari 420 ming so'm, lekin 1 yil garantiyali. 1 yilning ichida mabodo bir narsa bo'lganda almashtirib olib ketadilar. Original narsa. Original narsa bu. Bu original. Ko'pchiliklar netadan adashadi. 120 ming so'm deb qo'yadilar. Bu Shivayki Chisti original zavodskoy narsa azizlar. 1 yil garantiyasini ham berib turibdilar. 420 ming so'm. Bu xadolarni qaytib berasiz gelish. Xudo xolasa, gelish beramiz. Qo'ldan kelgancha. Keyin
Taza firma maşinkelerimiz geldi. Artelam şu bakamı? Artelam şu bakamı. Artelam 420 bin so'm orijinali o'zi. Tovarni ütüklegende ne oldu? Ütükam idi. Nasatkesi bu muydu? Lekin par beradan yerlere dıkılıp kalan adeti bu muydu? Keyin Dolipo maşinkamiz geldi. Dolipo maşinkamiz bundan bir ömrüge bir 250 dana aldırganman. 250 dananın içinden bir 180 dana satıp oldu. 180 dana satıldı. 180 dana diyenem yaxşı netice, yaxşı nerse. Bunun içinde hele bir çıpsa çıkmam bu maşinden. Ben özümü klassdaşlarıma teklif etken ben körpə tikeden klassdaşlarım var. Ben kızlar işi maşinkeden alıp rahmet aytıp oturttu doğrusu. Yakınlara tavsiye bergensiz. Ova. Hem ne desem bu maşinkeni aytsam 6000 yabarot oladı. Bunu 3 milyon 800 sattırıyorduk. Aga sizin şu kanalınıza aytıp keseler xuda kalasa 3 milyon 600'den bereminiz. Keyin kürsü, kayçı, naxı, süytülnikəm koşup beremem. O, bonuslar yaxşı ku. Bir dana süytülnikəm koşup beremem. Bonuslar acayip. Ova. Hemen neresiz komplekt uyuna baradı. Oturup 3 milyon 600 bakası. Lekin bemalol tavsiye etaman. Ko'pchilikni tanlovi shu bo'ldi, Dolipo bo'ldi. Hozir xaloy ketib turgan narsa Xaloy deysiz. ketib turgan, ko'pincha sotilib turgan narsa Dolipo bo'ladi. Bundan keyin kelgan Ziber bo'ladi. Ziber. Ziber firmanın maşinkasının içinden geladilar. Bakası 3,5 milyon so'm bo'ladi. Bakası 3,5 milyon so'm. Keyin ochganda bunun içinden lotereya chiqib turibdi. Lotereya chiqadi. Lotereyasini açıp kiradi, kirganda mesela içinden televizor, xolodilnik, mikrovlnovka, keyin assortimentlar dim ko'p. Lotereyaning içinde podarkasi bor. Xolodilnikka o'tib ketgan bir apikamizdan bor. Bir doğru yol, bir avirlok aldılar. Bir maşinkasının içinden xolodilnik çıktı. Kuru yetmedi ishqil, bir narsa chiqadi. Xudo qalasa, ava, lekin 3 maşinkanın içinden 3 maşinkadan bir narsa bir chiqib turibdi. İkisinden birisinde chiqib turibdi. Chiqmay qolishi ham mumkin, shuni aytib. Ehtimoli bor. Ava, ehtimoli bor. Qayta urinib. Omad ham, omad. U ham omad. Qayta urinib ko'ring degan narsa ham yozib ham chiqib qolishi mumkin. Lekin ko'pincha chiqib turibdi. Bundan keyin aytadan olsam, agar bu mashinka 3,5 milyon so'm-ku. Agar lotereyaning içinden hech vaqt chiqmasa, kursi qaychi qo'shib beraman. Ana. Agar klient xafa bo'lib ketmasin. Xafa bo'lmasin, shu qayta urinib ko'ring deganda mazasi qochmasin. Rahmat sizga, barakat toping. Kursi qaychi noxini ham qo'shib beramiz. Ajoyib. Rahmat sizga. Agar lotereyaning için lotereyada vaqt chiqmasa qo'shib beramiz. Keyin avirlokam bor, to'g'ri yo'lam bor. Bular ham 3 yil garantiya. Чисти original Ziberni. Ziberni avirloki necha so'm? Ziberni avirloki 4,5 milyon so'm. Lotereyasi bo'ladi buni. Bundan shu bo'lib turibdi. Ava. İkisinden. Yaxshi. Keyin Fintex bor. Fintex bu shaga ishi. Bu og'alarimiz o'zi ko'p tanlagan mashin shu bo'ladi. Oralıqı keng bo'ladi, boshqa shaga ishlari qaraganda. Oralıqı. Otullu deydilar buni. Oralıqı. Masalan, katta lilonim, koja tovarlar bilan ishlaydilar bu mashinkada. Shuni tortib olib, aylantirib tikkanda o'mayli bo'ladi bu. Avvalgilar minchalardi, oralıqı. Hozir shuncha qo'shilgan yana 10 santi. Evvel kichkina edi. Buni orasida aylantirib tikish qiyin edi. Keng ekan, keng bo'ldi, uzun bo'ldi bu mashin. Buni xudo qalasa 6 milyon etib beramiz, kursi qaychi qo'shib beramiz. Bonus Dastlabki ustanib ketib beramiz. 3 yil garantiya. Garantiyalarni ham Avarotlar ham jushti, zo'r. Yumshoq, yengil mashin. Ajoyib. Keyin Boomer'dan bor. Boomer'dan buni to'g'ri yo'l, oddiy to'g'ri yo'l ham bor, pol avtomat ham bor, avirlok ham bor. Bundan Viber ko'p. Keyin bular ham bahası pol avtomatiniki 4 milyon so'm bo'ladi. İçinde lekin qo'shilib beradigan vazlari bor. Hammasida kursi qaychi bo'ladi. Keyin pol avtomati 4 milyon, oddiy to'g'ri yo'li 3,5 milyon so'm. Avirlok esa avirlokdan 4 milyon 300 etib beramiz buni, avirlokini. Bu pol avtomatmi shunda? Bu pol avtomat bu 4 milyon. Bunu to'g'ri yo'l nelardan vekkil quramiz hali. Bo'ldi, gap yo'q. Xo'sh, davom etamiz. Parayotiklar deganda parayotikni yine bemalol chisti zavod narsa bo'ladi bu. Bahası
500 ming so'mdan beramiz bu fit utiklarni. Ha. Par beradoni zo'r, ya diqilishgan bo'ladi bu firmanikida, fitnikida e'tibor etsanglar. Fit yozuvini buni podyetkasi chiqmagan bu utiklar. Utiklar o'z podyetkasi bo'ladi, lekin fitda yo'q. Shu fitdan libo yerda ko'rsalar 500 ming so'm zo'r baho. Boshqa hech kim berolmaydi 500 ming so'm. Original narsa. Original narsa, o. Doliponi diklay qurilgan holati. Doliponi masalan zakaz etsalar, diklay olib borib, ustanovka etganda shunday ko'rinishda bo'ladi. Kursilari bilan. Ha, уже ish holatine tayyor. Işi ko'rinishda. Yine shunday bo'ladi ekan azizlar. Uyda shunatib ustanovka etib qurib beradilar. Sirojbek tayyor narsa o'tirib yine shunday olib tikaverasiz. Xolasa masalan korobka, upakovka olib boramiz, xolasa diklay olib borib tikib ko'rsatib kelamiz. Bu aviabloklar. Keyin bu yerda esa to'g'ri yo'l yine. To'g'ri yo'l ham yine uyina borganda shunday holatda bo'ladi. Kursilari bizatini bo'ladi, qaysi bo'ladi, noqi bo'ladi. Keyin bu yon tarafda bu merdana ko'rinishi pol avtomat. Bu yerda jack bor. Jack bu endi mirovoy narsa. Jacklarni xudo xolasa 4 million 300 etib beramiz. 4 million 300 etib beramiz. Kursi, qaychi, noqlari beramiz. Jackda ko'p odam yanglishadi. Jackning podyetkasi ko'payib ketgan, bizada bo'lmaydi. Mana shu narsa xudo xolasa Jack bo'yicha, Xorazm bo'yicha dillerchilikni oldik. Ha, u dillari o'zingizning, xudo xolasa. Xorazm bo'yicha 100% original Jack bizada bo'ladi. Bemalol kelaveradi. Shubhasiz narsa sotiladi bizada. Garantiya berasiz, original narsa chisi. Buningda ya nolidi? Yaxshi narsa keladi, yaxshi narsa sotadi. Shuni ayting. Soni bor sifatida yo'q narsa kerakmaydi. Birovlar vitrinni to'ldirib qo'yadi. Falan sonlar u bo'lmaydi, menga yoqmaydi. Bular ham orasida bo'lmasi bo'ladi. Bo'lmasini aytmaslik kerak. Vitrina qo'ymaslik kerak. Sotmaslik kerak umuman. To'g'ri. Tavsiya bermaslik kerak. Ko'p odam ish qilib vibr ko'p deb sizda vaqtinchalik emas, mijozlar har doim kelib, so'nib, ertaga ham keladigan bo'lib ketishi kerak. Rahmat sizga rahmatini ayting. Original narsa sotish kerak, bo'ldi. Keyin Ziberning diklay qurilgan holati. Yana kursisi hamma o'zi olib borib yog'larni quyib beramiz borganda. Xolasa upakovka, xolasa diklay olib boriladi. Bunda yana to'g'ri yo'l. Ziberning to'g'ri yo'li. Bu ham zo'r. Shunday holatda bo'ladi ekan azizlar. Keyin bu yon tarafda tikuvchi apikalarimiz kelsa, qora mashinaning noqindan tortib indan nechasinacha bo'ladi bu yerda. Hamma narsasi bor. Bu yerda bezak ishlari ataman degan apikalarimiz uchun bunda klon, har xilning nelar bor. Knopkalar bor, qoshli knopkalar. Ko'pincha masalan topolmaydilar. Keyin bizada qora mashinani zapchasidan tortib, bu hozirgi to'pli mashinaning zapchaslarigacha bo'ladi. Lapka, har xil zapchasdan muammo bo'lmaydi. Xuddi kitayskiy avloddan zapchaslar topiladi bizada. Unda shu qadimgi mashinalarning zapchasidan topsa bo'ladi sizda. Qadimgi qora mashinaning zapchasidan tortib, hozirgi bugungi kunda masalan Dolipo eng trenddagi narsa bo'ladi. Yaxshi narsa, to'g'risi. Shularning zapchasigacha bor bizada. Bu her bir narsani aytganimdan keyin, sotganimdan keyin обязательно zapchasini oldirib qo'yaman men. Mana shunday endi ertangi bugun garantiya bo'ladi. Birovlar so'rab keladi. To'g'ri aytasiz. Hammasini aytib qo'yish kerak. Zapchasini ham kelib topaveradilar. Keyin bu yerda yana per deydi. Apikalarimiz yaxshi tushunadi. Per har xil 2-3 xil variant bo'ladi bu narsa. Perdan. Vibram bo'ladi ranglari. Keyin tayyorlig'ida yoqadilar giyish uchun. Bu yanda qoshlar bor. Hozirgi yozgi narsalarni. Keyin bu yerda knopkani har xil vibrni topsa bo'ladi. Knopkalar, tugmalar ish qilib biroz bor bu yerda. Ajoyib-ku, me'dasidan tortib irisinacha, xilisini. Ranginacha bor, xudo xolasa. Yo'q. Qo'ldan kelgancha aytib qo'yibmiz. Vibr ko'p sizda. Keyin bezak ishlari uchun yana tayyor narsalar ham bo'ladi. Pistonacha bor. Qoqiladigan
dime kafalan narsalar ham bor ish qilib. Bu yerda. Keyin metrli qoshlar ham bor. Qaychilarning har xil turi bor, mashin yog'lar ham bor, pinsel, inna necha, rezinka ish qilib ko'p ish. Utikni topadigan yana ish o'yazdan ko'pincha topolmaydilar. Utikni orqasi qorayib ketsa, maslahat beraman, uy sharoitida bemalol bahasi 5000 so'm bo'ladi. 5000 so'm bilan döşlerini polni köpürtürüp çıkarıp taşıdı, çiğrini, nagarlarını. Bahası 5000 so'm. Uyda ishlatadigan utiklar uchun ham bo'ladi axir. Hamma. Qadimgi utik ham bo'ladimi? Ava, qadimgi utikdan. Utikni qizlardan bir qator bordiya sutadi, köpürtürüp çiğrini hammasini tushiradi. Oqartirib beradi. Yaxshi, shuni esa bor ekan. Bahası 5000 so'm. 5000 so'm bilan yana Chilvoq ishlatadi. toza bo'ladi. Keyin bu yerda nechalar bo'ladi? Qora mashinada nechalar ham bor, innalar ham bor, pachkali. Mashinkani hozirgi to'qli mashinkalarni innalari vibradim ko'p. 80lik, 90lik, 100lik har xil razmerda bo'ladi. Ne kadar bor. Keyin overlockni tozalash uchun cho'tkalar, ko'pincha topolmaydilar kalar. Mashinka yog'lar ham bor axir. Mashinka yog'lar ham bor. Keyin zamoklar, kafishon, ina iplar, sportivkani iplar bo'ladi. Bular ham bor. Keyin ish qilib dükanımızda qo'ldan kelgancha narxlar ham vibri ko'p. Krujva har xili, metrli krujvalar bor. Dükanımıza kelsa, xudo xolasa, ish qilib topilmaydigan vajini ishurdan topib, ikkitaveradi, xudo xolasa. Aslında ko'pincha ishlatadigan vajlar bor, tikuvchilar. Tikuvchilikka oid ishini aksessuarlar hamma narsa zapchasından tartib ishini vajaricha bor ekan. Telefon pastapkalarni ko'pchilik aytganlar qidirib topolmay yurgan nelar bor? Yani bemalol mashinkani o'zini yopishtirib qo'yasiz. Yopishtirasdan telefonni qo'yib bemalol ishlab o'tiraveradi. Ishlatib o'tiraveradi. Gaplashib dim ko'p so'radi. Bundan dim ko'p aytganlik. Bunda shuning podstavka ham bor-da. Buning podstavka ham bor. Ey azizlar, mashinga yopishtirib qo'yib, telefon udobniy bo'ladi, xalaqit bermaydi. Shuni esadan ham bor ekan hattoki. Keyin suytilniklar bor, har xil. Bellarni yopishtirib qo'yadigan suytilniklar ham bo'ladi bizda. Ish qilib, ulli diniy lampa xillari bor. Yana suytilnik ustunda. Bemalol kelaversinlar. Nima desam? Asl brend dükanımıza kutamiz. İş vaqtini nechiklarda? İş vaqti xudo xolasa ozangi 9dan kechki 6gacha ochiq bo'ladi. 5-6 gacha. 6 gacha uzoq ochiq bo'ladi, 6dan keyin gidamiz. Haftani har kunimi? Har kun. Bu yerda masalan dam olish kunisiz bo'ladi. Dam olish kunisiz bo'ladi. Nechta bir oyda bir kun dam olmasak, xudo xolasa kunda ochiq bo'ladi. Bu yerda lekin aslida ko'pincha adamlar biladi bir 3-chi kun 6-chi kun ochiq bo'ladi degan gaplar bor. Doğru 3-chi kun 6-chi kun ulli bozor bo'ladi, lekin bizda har kun bo'ladi. Har kun ochiq o'tiramiz. Bizning dükanımız yo'la qaram bo'lgani uchun kunda ochiq bo'ladi. Pir bozora qaramizsa, taalluqli joyi yo'q. Yo'q. 3-chi bozor bo'lami bu yerda, bo'lmaymi, bizning farqi yo'q. Alakası yo'q, sizda har kun ish. Kunda ochiq bo'ladi. Ochiq bo'ladi dükan. Yurtdoshlar kelaversa, qo'ldan kelgancha obzor qildik. Men o'zim yo'q bo'lsam, yine yan başımda Mahir akamiz var. Mahir akamiz bemalol ochib ko'rsatib beradi. Men o'zim mabodo bo'lmasam. Bemalol kelaverasizlar. Yan boshda, GSZ. Ko'pchilik sex bor, postoyanniy kunda ishlaydi ular. Men o'zim apkam bu yanda qarindosh shu apkamizni o'zi ochib beraveradi. Bemalol kelib, ko'rib, falon vajini olib ketsa bo'ladi. Qilib kelsa, yopiq ekan deb qaytib ketmaydi. Yo'q, xudo xolasa. Gap shuncha emas. Shuning bilan aziz yurtdoshlar, qadrli obunachilar, sizlarga qo'ldan kelgancha foydali va manfaatli videorolik yetkazishga harakat qildik. O'ylaymanki, ko'pincha ayollarimiz izlagan videoroliklardan birisi bo'ladi. Shovot tumanida asl brend tikuv mashinalarini do'konga kelaversa, ekranlarda telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Aloqa chiqib bog'lanib, o'zlari bilan gaplashib, gelip xarid qilib ketaverasizlar. Bonuslar ham qo'ydilarni, yangiliklar ham qo'ydilar. O'zingiz eshitdingizlar, bemalol bog'lanib kelaverishingiz mumkin bo'ladi sizlar. Sizlar bilan keyingi videoroliklarimizda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'linglar.